narxlari ham oshib ketdi, dollar kursi toshib ketdi, ko'p o'zbeklar qochib ketdi. Nima qildingiz Putin aka? Endi bino kim quradi? Ashambarsda kim yuradi? O'zbeklar uyga suradi. Nima qildingiz Putin aka? Bo'ldi qiyin bo'ldi, biz o'zbekka qiyin bo'ldi. Putin aka, rubellaringiz bizni yurtda tiyin bo'ldi. Bo'ldi qiyin bo'ldi, biz o'zbekka qiyin bo'ldi. Putin aka, rubellaringiz bizni yurtda tiyin bo'ldi. Yangi yilda yangi hiyla biz o'zbekka topiladi. Goh patent, goh imtihon, chegaralar yopiladi. Urmay so'kmay o'zbeklarni shu yo'l bilan haydab soldingiz. Borib Putin aka, Jirnovskiga o'xshab qoldingiz. Esga oling Stalin aka, imtihon ham qilmagan. Registratsiya, patent demagan. Birsiz o'zbek luboy joyda o'z nonini topib yegan.